Xodimlarimni o'qitaymi yo'qmi? Agar o'qitadigan bo'lsam, uni kompaniyam rivojlanishiga, savdoyimni oshishiga ta'sir qilishini qanaqa qilib o'lchash mumkin? Oddiy kelgan soldatni qadamma-qadam rivojlantirib, general darajasigacha yetkazish uchun nima qilish kerak? Buni ketma-ketligi qanaqa bo'ladi? degan savollar bo'ladigan bo'lsa, ekranga yaqinroq o'tiring. Shu haqida zo'r go'shtli instrumentlarni tayyorlab qo'yganman. Ismim Habibulloh Karimov, xodimlarni o'qitish va rivojlantirish bo'yicha mutaxassisman. Educorp kompaniyasi rahbariman. Oxirgi 5 yilda 40 dan oshiq kompaniyalarga xodimlarni doimiy rivojlantiruvchi ichki akademiyani yo'lga qo'yib berdik. Ularning ichida bir qancha o'zini sohasini yetakchi kompaniyalar bor, xalqaro kompaniyalar bor. Masalan, O'zbekistondagi top farm kompaniyalardan biri bo'lgan Meros Farmni oxirgi 1 yilda shu xodimlarni rivojlantirish bo'yicha asosiy maslahatchilardan birimiz. 10 dan oshiq ularni xodimlariga, rahbarlariga, menejerlariga treninglar o'tganmiz. Va bundan tashqari Ahmadchoy, Zarqand, Yuksalish, Muhammad Ali Shonqulov kompaniyalaridan va boshqa 40 ga yaqin kompaniyalarga shu ichki akademiyasini yo'lga qo'yib berganmiz. Bu videoda oxirgi 5 yillikda olingan tajribadan va $50 ming dan oshiqqa tushgan xatolarimiz evaziga kelgan bitta instrument va 5 ta tavsiyani bermoqchiman. Qanaqa qilib kompaniyangizda doimiy rivojlanib boruvchi jamoani yo'lga qo'yish bo'yicha. Keling, oldin faoliyatimiz haqida bir qisqacha tanishtirsam. Ichki akademiya bu kompaniyani ichki maktabi degani. Biz kompaniyaga kelamiz, shu ichki maktabini yo'lga qo'yib beramiz. U orqali shu yangi xodimi kelib, o'ziga kerakli darsliklarni ko'rib va offline treninglarni o'tib, xullas shu soldat darajasidan general darajasigacha qanaqa qilib qadamma-qadam yetishtirib chiqarishini tayyor tizimini yo'lga qo'yib beramiz. Bu o'zi qanaqa kompaniyalarga foyda beradi? Bu qo'nimsizlik, ya'ni tekuchkasi katta bo'lgan kompaniyalar, distribyutorlar, restoranlar, do'konlar tarmog'i va hokazo. Tabiiyki, xodimlaringiz ketib qolganda, uni o'rniga tez, xuddi shunaqa kadrni siz tez tayyorlaydigan tizimingiz bo'lishi kerak. Keyingisi shu yulduz xodimlarni qo'sh qovog'iga tayanib qolgan bizneslar bo'ladigan bo'lsa, ularda ham mabodo shu odam ketib qoladigan bo'lsa, o'rniga o'rin qanaqa qilib shuni ishini davom ettiradigan odamni tanlash bo'yicha bu ichki maktab albatta kerak bo'ladi. Va uchinchisi, tez o'smoqchi bo'lgan kompaniyalarda ham tabiiyki, masalan 50 ta xodimingiz bor, 100 ta 150 ta qilmoqchisiz. Biz o'zimiz o'z vaqtida shunaqa qilganmiz. Sizga shu yangi 100 ta 150 ta xodimni tez tayyorlaydigan tizimingiz bo'lishi kerak. Ana shunaqa kompaniyalarga biz ichki akademiyani yo'lga qo'yib beramiz. Bu sohada erishgan natijalardan bitta ikkitasini aytib ketadigan bo'lsam, uni masalan bitta farm kompaniyada 4 oylik loyiha qilingan. Sezon bo'lmagan paytda o'zida xodimlarni savdosi 6,5 baravargacha oshishiga erishilgan. Bor yo'g'i 10 ta xodimdan 1 milliard ko'proq savdo qilish boshlagan bu kompaniya. Distribyutorlik kompaniyasi edi, nufuzli farm kompaniya. Xuddi shunaqa keyslardan bittasi Belarusiyani eng yirik sut mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyasini bu O'zbekistondagi vakili, ya'ni distribyutor bilan ishlaganimizda bularda ham 4,5 oylik loyiha bo'lgan. Unda bilasizlar, yoz oyida ishlaganmiz bular bilan. Yozda sut mahsulotlarini savdosi tushadi. Ana shunaqa paytda 23% o'sish bilan bu loyihani topshirilgan. Mijozlarimiz fikrlarini alohida Telegram kanalga yig'ib boramiz. Buni ham bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Biznes egalari, HRlar, top menejerlar, hozir bitta xarita ko'rsataman, diqqat qilishinglarni so'rayman. Buni yo'lga qo'yguncha bir 7-8 oy vaqtimiz ketgan. Bundan oldin rosa xatolar qilganmiz. Shuni yo'lga qo'ygandan keyin shu ishlab turgan kompaniyamizda xodimlarni tizimli rivojlantirib borishi yo'lga qo'ygan edik. Bu nima xarita? Kompaniyangizga yangi kelgan xodim hali hech narsani tanimaydi. Kompaniyani tanishidan boshlab general darajasigacha boy yetganimizga chiqish uchun qanaqa qadamlari bor, hammasini shu o'z ichiga olgan xarita. Buni yo'lga qo'yib olganingizdan keyin xodimlarni qanaqa qilib doimiy tizimli rivojlantirib borishingiz mumkinligini bilib olasiz. 2020-yilda nufuzli farm kompaniyalardan bittasi Profi Farmda shu xodimlarni rivojlantirish bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaganman. Bu yerda biz ish boshlaganimizda 100 taga yaqin savdo xodimlari bor edi va 2 yil davomida biz 150 ta yangi kuchli savdo xodimlarini armiyasini bu yerda tuzganmiz. Bu 150 ta yengini olgunimizcha bilmadim, bir 300 ta 400 tani tez filtr qila olganmiz. Va shu 2 yil davomida kompaniya savdoda 3 baravardan oshiqroq o'sish bo'lgan va buni asosiy sabablaridan bittasi shu kompaniyada tizimli o'quv tizimini yo'lga qo'yilgani bo'lgan edi. Mana bu xodimlarni rivojlantirish bo'limining umumiy xaritasi. Katta ko'rinishi mumkin, rostdan ham shunaqa, lekin hozir bittalab buni tushuntirib beraman nimaligini. Umumiy 8 ta bosqichdan iborat. Ichki detallarni kompaniyangizga moslashtirib olsangiz bo'ladi, lekin umumiy skeleti mana shu tarzda bo'ladi. Xo'p,
Bu birinchi mana yangi xodimni ishga qabul qildingiz. Ish mana yerdan boshlanardi. Bu yerda nima ishlar bajarilishi kerakligini men hozir tafsilotlariga to'xtalib o'tirmayman. Bu yerdan o'qib olsangiz bo'ladi. Chunki vaqtimiz cho'zilib ketib qoladi. Yangi xodim ishga qabul qilindi. Unga boshlang'ich bir haftalik sinov muddatida ish boshlardi va unga shu birinchi, ikkinchi bosqichli darsliklarni ochib berardik. Bizda tayyor onlayn darsliklar bo'lardi. U nima haqida? Mana umumiy 5 ta bosqich bo'ladigan bo'lsa, o'qishimiz birinchi, ikkinchi bosqichda bu kompaniyamiz haqida, ichki qoidalarimiz, o'zi nima sotamiz, shu xodim birlamchi bilish kerak bo'lgan bilimlarning bazasi bor edi. Bu taxminan bir 7 ta, 8 ta video darslardan iborat edi. Bir hafta davomida buni o'qiydi. Har birini ketidan test savollari bor edi va undan keyin birlamchi imtihonni topshirardi xodim. Mabodo topshira olmasa, ikkita variant bor. Yoki xayrlashamiz u bilan, bir haftaning ichida u bizga tushmadi, biz unga tushmadik, xullas shunaqa. Unda xayrlashib olamiz yoki qaytadan boshlardi. Yana bitta imkon berib ko'rardik va shu tariqa bitta aylanardi. Endi bu odam birlamchi imtihondan yaxshi o'tdi. Birinchi haftada o'zini yaxshi ko'rsatdi, testlardan yaxshi o'tdi, imtihonlarni yaxshi topshirdi. Endi u muvaffaqiyatli topshirdi degandan keyin 3-chi, 4-chi, 5-chi bosqichli o'qishlarni unga ochib berar edik. Bu yerda ham onlayn darsliklar ham bor edi, lekin ko'proq o'ziga biriktirilgan ustoz bilan o'rganilardi. Ya'ni mana bajariladigan ishlar deganda lavozimdan kelib chiqib, bir 3 oylik sinov muddatida ish boshlaydi. LMS platforma degani, ya'ni o'sha onlayn darsliklarimiz bor bo'lgan platformada kasbiga oid chuqurlashtirilgan endi bilimlar beriladi. Darrov boshida bu chuqurlashtirilgan bilimlar berilmas edi, chunki hali bilmaymiz u ishlaydimi yo'qmi bizda. Keyin va hokazo shaxsiy rivojlanishga oid darsliklar ochilardi, ustoz biriktirilardi, ichki mentor bo'lishi mumkin bu, bo'lim rahbari bo'lishi mumkin yoki TND bo'limi mutaxassisi bo'lishi mumkin. Bu narsani 3 oy davomida o'qiydi xodim va undan keyin katta imtihon topshirar edi biz. Haqiqatda biz bilan uzoq muddat ishlaydigan va to'laqonli jamoamiz a'zosi sifatida uzoq muddatli ishlarni boshlardi. Bu yerda katta imtihonda 3 ta narsa bo'yicha imtihonlardik. Birinchisi o'sha test, chunki tezroq saralab olish mumkin. Keyingisi yozma topshiriq bo'lardi. Yozma topshiriqda masalan case berardik. Masalan, savdoda mana bunaqa vaziyat bo'lib qolganda sen nima qilgan bo'larding endi. Va bu xodimni sotuv texnikalari bo'yicha shu rol o'yinlari bilan baholab olar edik. Bundan keyin katta imtihonni topshirib bo'ldi, o'quv dasturi bo'yicha undan fikrlar so'rardik, ya'ni feedbacklar. Mana shu narsani o'tib chiqding 3 oylikni. Qanchalik senga ma'qul bo'ldi? Nimani olib tashlash kerak? Nimani qo'shishsa yana ham yaxshiroq bo'lardi, osonroq bo'lardi deb turib bundan fikr o'rganardik. Bu fikrlar asosida yangi o'quv dasturini shakllantirardi. Ya'ni o'quv dasturini takomillashtirardi. O'quv dasturi to'laqonli o'zgarmasdi. To'laqonli o'zgarishlar bir yilda bir yoki yarim yilda bir bo'lardi. Uni ichidagi qandaydir misollar, kichkina detallar, taktik ishlar mana shu yerda to'g'rilanadi. Bu narsa to'g'rilangandan keyin yangi dastur bo'yicha xodimlarni o'qitish boshlanadi. Ya'ni bunga keyingi 3 oylik, keyingi 6 oylik o'qishlar ochib beriladi. Va yana bu katta imtihon topshiradi tabiiyki 3 oydan keyin. Va shu tariqa yana feedbacklar so'ralib, takomillashtirib borar edik. Mana bu umumiy xarita, o'zingiz kompaniyangizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Kunlarini, orasiga o'tilish kerak bo'lgan narsalarni va kompaniyangizda shu jamoangizni rivojlantirib boruvchi bo'lim yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, sizga yana 5 ta tavsiya bermoqchiman. Birinchisi, ta'lim albatta maqsaddan kelib chiqish kerak. O'qitish uchun o'qitilmaydi albatta. Masalan, kompaniyangizda falon mahsulotlarni 3 oy ichida savdosini 2 baravar, 3 baravar yoki 1,5 baravar oshirish yoki mijozlardan tushib keladigan shikoyatlar sonini masalan 2 baravar kamaytirish va hokazo. Biznesni maqsadidan kelib chiqib o'quv bo'limiga maqsad qo'yiladi. Va bu maqsaddan kelib chiqib, endi siz har xil programmalar, metodikalar, boshqa narsalarni ishlab chiqarish. Birinchi maslahatim maqsadli bo'lishi shart. Ikkinchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu yoshi kattalarni o'qitishga alohida e'tibor berish. Mana pedagogika bor, bu yoshlarni o'qitish va andragogika bor. Bu yoshi kattalarni o'qitish. Buni instrumentlari har xil bo'ladi. Ko'pincha mana kompaniyalarga kelamiz, xodimlardan so'rasak, u biz ishlaymizmi, o'qiymizmi o'zi deyshadi. O'zimizda ham shunaqa savollar bo'lgan ko'p paytlarda. Nima qilsa shu xodimlarni ham o'qishga qiziqtirib o'qitish mumkin. Nima instrumentlar borki, bularni o'qishga e'tiborni jalb qilish mumkin. Bunga alohida yondashiladi va bu alohida fan o'zi. Andragogika bo'yicha qisqacha bitta ikkita narsa aytib ketaman. Birinchidan, juda ham qisqa bo'lsin, ularni chunki ko'p vaqt yo'q, 1 soatlikdan 10 ta darsni ko'rib chiqib o'tirmaydi. Keyingisi,
oyog'ini tagidagi muammolarga yechim bo'ladigan bo'lishi kerak. Ya'ni umr davomida qachondir kerak bo'lib qoladigan bilimlar emas. Hozir mana buni qil, falon programmani ishlatishni boshlaysan. Mana buni qil, savdoing oshishni boshlaydi deydigan qisqa va yaqin natijalarni beradigan bilimlarni berish kerak. Uchinchi tavsiyam, jamoangizni tizimli rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, ichki akademiyangizni, ya'ni ichki maktabingizni yo'lga qo'yib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Bunda tayyor video darsliklar, tayyor o'tiladigan darsliklaringiz, bu bo'lim rahbarlari xodimlariga nimalarni o'rgatish kerak, shularni oldindan tayyor qilib qo'yadigan bo'lsangiz, tayyor qo'llanma, hech kim qiynalmaydi. Bo'lim rahbarlaringizni ham shu xodimlarga ish o'rgatishga ketkazadigan 30-40% vaqtini tejaysiz. Buni hisobiga ular ko'proq shu strategik ishlarga ko'proq vaqtini ajratadigan bo'ladi. 4-chi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu bilim motivatsiyaga ulangan bo'lishi kerak. Hammamiz bilamiz, kitob o'qisak yaxshi bo'lishimizni, bir narsani o'rgansak ishlarimiz yaxshi bo'lib ketishini, lekin katta ehtimol bilan bu narsani qilmaymiz. Xodimlar ham shunaqa. O'qisa nima oladi? Rivojlansa nimasi yaxshilanadi? Bunisini to'g'ri tuzib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Baribir xodimlaringizni oyligini 1 yilda 1 marta yoki 2 marta oshirasiz. Mana shunaqa paytlarga shu bilimini ham ulab qo'yish kerak bo'ladi. Va nihoyat 5-chi tavsiyam, xodimlarni ham bilimini baholab borish kerak. Mana boya aytdik-ku, har 3 oyda bir attestatsiya qilardik, ularni bilimini baholardik. Ana o'sha paytda har bittasini shu bilimlarni baholab oladigan bo'lsangiz, keyingalgacha ham shuni o'stirib borishni rejasini qilasiz. Va mana shu o'sgan har bittasini savdosiga qanchalik ta'sir qilayotganini keyin korrelyatsiyalarini ko'rishni boshlaysiz. Agar jamoangizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, biznesingizni keyingi darajaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib menejerlarimiz bilan bog'lanib, konsultatsiyada o'zingizni joyingizni band qiling.